Qandaysiz opa? Yaxshiman. Mana xalqqa salom berib bismillah deb nima shikoyatlar sizni bezovta qilar edi? Ayting. Assalomu alaykum. Men juda 20 yildan beri juda shu darddan qiynalardim. Meni qo'rquv, vahima, yolg'iz qolishliklar juda ko'p qiynardi. Siqilar edim. Keyin dunyolarga sig'may ketaverar edim. O'z-o'zimdan mazam qochib qolaverardi. Uyda ham, oilamda ham hattoki hammasi yonimda o'tirmasa qo'rqib tushkunlikka tushib ketaverardim. Hozir Allohga shukr, Surxondaryo viloyatidan keldim. Men mana shu yerga shu singlimni izlab, meni shu darddan forig' qildilar. Hozir juda yaxshiman. Juda yengilman. Ko'zim yaraqlab ochilib, dunyoni yangi ko'rganday bo'ldi. Qaytingiz ochildi, qaytingiz qo'yvordi. Mana shu yerim qo'yvardi. Boshingizda boshimda hamma joyi qo'yvardi. Qo'rquvni eslab ko'ring keldimi? Yo'q. Eslang. Yo'q, Kelmayapti. Yo'q, kelmayapti. Hayotingiz davomida shunaqa qilib bo'shab qolgan paytingiz bo'luvmidi? Yo'q. O'zi bo'shamaganman hayotim davomida. Hozirchi. Hali bunday yengil bo'lmagan. Hozir shunchalik yengilman, qushdek yengilman. Bismillah deb ayting, kelsa qanday natijalar bo'ladi? Mana sizlar ham kelingizlar. Sizlarni qiynayotgan dard bo'lsa, mana shunday menday siqilib nevroz kasalligiga yo'liqqan bo'lsalaringiz kelingizlar. Mana shifosini topib ketasizlar. Men bu opa ushlab qola olasizmi shu natijani? Ushlab qola olaman. Umrimda oxirigacha men mana shu narsani ushlab qola olaman. Nasib Nasib bo'lsa inshaalloh.